Alloh subhanahu va taolo bu Qirg'izistonimizga bunaqa narsani berishligi juda cheksiz. Buni faqat musulmon odam his qiladi xolos. Bu meni zurriyotimdan, nevaramdan bir ilmli, olim, ulamo, muttaqi, dohiy chiqib qolishligi zo'r narsa. Men Xudodan shuni umid qilaman va boshqalardan ham shuni so'rayman, ota-onalarning niyat qilishligini. Mana shu orqali Qirg'izistonimizga Alloh taolo qirg'iz musulmonlar tufayli dinini bersin. Alloh subhanahu va taolo o'sha Makkada iymon shahri qilib bergan, Madinani din shahri qilib bergan, Bag'dodni ilm makoni qilib bergan, uchalasini qo'shib bizni Qirg'izistonimizga Xudo nasib qilsin.